Sen har qanaqangi ayolni o'rnini bosadigan ayol topishing mumkin, faqat mana shu bitta toifa ayoldan tashqari. Bu shunaqangi ayolki, seni hech narsang bo'lmaganda u doim seni qo'llab-quvvatlashga tayyor bo'lgan ayol. Hali ishlaring yurishmagan, hali ko'zga ko'rinmagan, oddiy inson bo'lgan paytingda ham u seni o'zini qahramonidek ko'rishni boshlagan ayol. Yaqinlari seni tanqid qilganida seni yoningga olgan. Sen hozir ko'zga ko'ringan, obro'li, boy insondirsan. Lekin bu ayol o'sha paytda ham senga ishonishdan, sendan faxrlanishdan to'xtamagan. Bunaqa ayol hech qachon boshqa ayolga almashtirib bo'lmaydi. Hozir seni hayotingga kirib kelayotgan, qiziq tuyulgan yengil-yelpi ayollar hech qachon bu ayolni o'rnini bosa olmaydi. Shunaqa ekan, bunaqa ayol hozir ko'zingizga